chiqinglar. Bu yerda o'tirgan qizlarimiz, qani chiqinglar, marhamat. Bemalol olib chiqing hammani. Aytdim-ku. Yosh chegarasiz. Bemalol. Yosh chegarasiz, bemalol chiqinglar. Kim? Marhamat. Здравствуйте, пожалуйста. Здорово, пожалуйста. Qani, qo'yganlar, qani, hech qo'yapti bu yerda. Chiqinglar. Qani, marhamat qizlarimiz. Qani chiqinglar bu yerda. Bu yerdagilar qani? Chiqmaysizlarmi? O'zi odatda oldin gul otish marosimi bo'lsa hamma yugurib chiqardi. Hozir gul otish marosimi bo'lsa hech kim chiqmaydi. Xo'p, qizlar tayyormisizlar? Готовы-da? Готовы? Хорошо. Hamma qizlar tayyormi? Xo'p, Shahnozaxon tayyormisiz? Gulni shunaqangi baland va uzoqroq otasiz birinchi ko'rib oling. Qarang, juda uzoqda ekan bular. Yaqinroq kelinglar. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar uzoqda turmoqchi. Xo'p, tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Shahnozaxon tayyormisiz? Demak, на счет 3. На счет 3. Так, приготовились. Раз, два, три. Пожалуйста. Rahmat. Kimga tushdi? Adashmasam gul bir qopda ko'rishga bir sakrab. Kimdir shu qo'liga tushdi? Mayli, rahmat. Keling, kameraga qo'yasizmi? Keling. Marhamat. Suratlarga taklif qilamiz, sizlarga shu. Marhamat. Zamonamiz to'ylar mana yildan yilga hammasi o'zgaryapti. Biz paytimizda bunaqa to'ylar bo'lmagan. Mana. Avlodimiz kunlarga yetkazgan. Albatta, hozir mana shu yerda